Assalomu alaykum, Muhabbat opa. Sobirov? Voy, Sobirov! Ana syurprizu, mana syurpriz. Sobirov, qara, kelishingni bilganday pishiriqlar pishirib qo'ygandim a. Ha? Haliyam 3 qoshiqmi? Sizda ekan ha, hammasi. Bolalarimni qanday unutaman? Ularni kulishini, yozuvini, hattoki qaysi so'zda qanday xato qilishini eslayman. Biz esa ustozlarimizni tez unutib yuboramiz. Unaqa dema. Mana shu kelganingni o'zi katta gap. Tashvishlar bilan bo'lib, o'zimdan ortmay qoldim. Lekin sizni ko'p eslayman, rosti. Ana kelaman, mana kelaman deb ishim ko'p deyman-u, aslida hammasi bahona. Hech qisi yo'q bolam, tushunaman. Ha, seni televizorda ko'rib qoluvdim. Kompaniya rahbari bo'lish oson emas. Shu darajaga yetganingdan xursand bo'lib, faxrlanib o'tiraman. Rahmat. Sizdagi ustozlar hali ham bormikan? Har zamonni o'z yo'rig'i bor. Hozir boshqacha. Hammasi tez. Hurmat juda oz. Ota-onalar esa ba'zida o'zimni keraksizdek his qilaman. Ilgari muallim so'zida sharaf bor edi. Lekin shu ishni tashlab keta olmadim. Ozgina bo'lsa-da bolalarni bilimli qilay dedim. Har safar yangi o'quvchilar kelganda ularni ko'rib zavqqa to'laman. Chunki ular beg'ubor ko'zlari bilan menga mo'ltirab turishadi. Onasiz o'sganim uchunmi menga onadek mehr ko'rsatardingiz? Bir kuni maktab zinasida xafa bo'lib yig'lab o'tirganimda yonimga kelib, Sanjar, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan, sen kuchlisan bolam deb dalda berganingiz hali ham esimda. Mana shu uyda o'qishdan orqada qolgan bolalarga tekinga qo'shimcha darslar o'tganingizchi? O'zi azaldan muallim hayoti ilm degan shamni yoqishdan iborat. O'sha sham yorug'ida kimdir o'z yo'lini topadi. Biz soyada qolsak ham ilmli bo'lganlarni ko'rib hamisha quvonamiz. Bir kun kelib senga o'xshagan shogirdlar eshik qoqib kelsa, hayotimiz bejiz o'tmaganiga shukr qilamiz. Biz bag'ritosh shogirdlar esa siz kabi muallimlarning qadrini bilmadik. Hozirgacha bilmayapmiz. Vaqt tez, zamon o'zgacha deymiz-u. Bolam, biz muallimlar mana shunaqa. Choyga solingan shakarga o'xshaymiz. O'zimiz erib ketsak ham, lekin ta'mimiz umrbod qoladi. Ha, endi ko'pchilik esdan chiqarib yuboradi. Lekin bundan xafa bo'lmaymiz, bolam. Bor ilmimiz, kuchimizni yana o'sib kelayotgan o'quvchilarga qaratamiz. Ishlashda, bilim berishda davom etamiz. Chunki har bir ishni vijdonan qilish kerak. Tez-tez kelib tur, bolam. Xo'p, ustoz. Hamma bolalarga salom ayt. Aytgancha, shakarni kamroq yegin, a? Sobirov. Sobirov. Nima dedingiz, aka? Uy egasi qachon vafot? Ha, vafot etgan ekanmi? 2 oy bo'lgan shekilli. Uy qarindoshlariga o'tgandan keyin ular sotishyapti. Biri o'qituvchi ayol yashagan ekan. Bir umr oila qurmasdan o'tgan ekan. Bolalari bo'lmagan.
To'g'ri, u eski bo'lgani bilan toza ozoda saqlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, devorlarga chizib tashlamangan. Holati ancha yaxshi. Agar sizga yoqsa kelishtirishadi. Bor ashqol-dashqollari bilan, kitob-kitoblar bilan sotiladi. O'zi sizni kelishingizdan xabarim yo'q edi. Mijozlarim kutyapti. Olasizmi o'zi? Olaman.